Assalomu alaykum aziz do'stlar, rahmatchilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsizlar. Kanalda yangi o'rtoqlar bittadan like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Biz sizlarga optim narxlarda mana erkaklarni chiroyli sviterlarni mana sizlarga hozir narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bittadan like bosib, kanalni qo'llayverasizlar. Telegram kanalimiz, telefon nomerimiz bo'ladi mana shu yerlarda. Bemalol zakazni beraverasizlar. Xullas, dastlabki 12 ta viloyatga bor. Hozir bularni biz optim narxini aytamiz. Kimga mana shu narsalar qiziq bo'lsa, o'rtoqlar bemalol kanalga o'tib, kanalda rasmlari bor. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. Hamma joyga chiqarib beriladi. Hozir biz sizlarga optim narxini aytamiz. Faqat pachka, donaga yo'q. Faqat pachka narxini aytamiz. Hisob-kitob bilan qilib turaverasizlar. Like bosib, qo'llab borasizlar. Zo'r narsalar bor. Вообще arzon, narxni bunaqa narx topolmaydigan narxlarda qo'yganamiz hozir. Qani ketdik. Bo'lmasa o'rtalar hozir biz sizlarga narxlar bilan tanishtiramiz. Xullas, ishonaveringlar, bunaqangi narx topolmaysizlar. Bittasidan misol olib foydalansalar, normalni foydalanadigan mahsulotlar xullas mana ko'ryapsizlarmi? Taniq narsalar, ular ko'ringlar. Hammasi Xitoy. Boshqa nima yo'q, Xitoy asosan, hammasi Xitoy. Bo'lmasam hozir mana shu yerdan boshlaymiz-da. Mana qalinlardan boshlab turib, mana shaqasiga ketib, arzon, qimmat, aralash, qurolash qilib ko'rsatib ketaveramiz. Faqat bitta iltimos, bittadan like bosish, kanalda o'sishigacha yordam qilasizlar. Keyin mana yerda yana bitta narsamiz bor-da. Mana shu narsalarimizni hammasini aksiya qilib berishgan. Mana shular hammasi aksiyada hozir. Hozirgi holatda misol bozordan olaman desangiz, kami 100 ming so'm oladigan narsalaringiz mana 50 ming so'mdan olib ketaverasizlar. Pachka narxi menimcha bittagina donaga ham sotib boryapsizmi? Faqat pachkami? Pachka. Xullas, pachka dona ketyapti. Xullas, bo'lmasa menulardan bitta ketaverasizmi? Narxi o'zi razmeri menimcha hammasiniki standart razmeri yo'q, to'g'rimi? Standart bo'ladi razmerlar ham. Mana shulardan sekin-sekin mana shu qator deb ketaverasiz. Mana ularni 90 ming so'mdan bular. Pastdagilar 120 ming so'mdan. Buni sifati ham o'sha yana bitta narsaga ahamiyat beramiz. Hamma narsani sifati o'ziga yarasha. Eng zo'rlari bor. Hozir ko'rasizlar, bundan ham arzonlari вообще teng yarim pulganlari bor. Xo'sh, 120 ming so'm. Bunimizchi? 110 ming so'mdan. Mana qatorimiz 65 ming so'mdan. Ko'ryapsizlarmi narxlarni? Вообще yorib bo'ladi. 65 ming so'mdan. Mana ularni 75 ming so'mdan. Mana qatorimiz Zegina deb yozilgan. 75 ming so'm. Unisi ham tepadagi ham 75 ming so'mdan ko'ringlar. Mana angorka вообще zo'r narsalar bu. Xullas, faqat hozir biz pachka narxi, konkretni olinadigan narxi. Tavallar bor. Ko'p olsalaring mana yana skidka qilib berishar ekan. Qaraverasiz. Mana zeginalarchi? 65 ming so'm zeginalar. 65 ming so'm qayergacha meniki? Bu angorka 75 ming. Angorka 75 ming. Mana shu tegilar mana shunaqasiga, shundaysiga 65 ming so'mdan bosaverasizlar. Yoqalilarni ham juda xaridori ko'p. Yoqalilarimiz 120 ming ekan. Mana u ham juda chiroyli fason ekan, bu 110 ming so'mdan ekan, fason chiroyli. Va o'sha tiniq narsa ekan mana. Palasalichi, palasalilar. Palasali zamashkali, palasalilar 110 ming so'm. Palasali zamashkalilar ham 75 mingdan. 75 ming so'm. Bular 75 ming. Hammasi 75 ming. Mana shu qator 75 ming so'mdan, Mana shunaqasiga 75 ming so'mdan bosaverasiz. Tepa angorka. Tepalarimiz 65 mingdan. 65 ming so'mdan mana bular. Xo'sh. Mana ularimiz ham o'sha 75. Mana 65 lik mana palasal ko'ringlar va o'sha tiniqda. Xitoy toza original o'rtoqlar buni olib turib bemalol. Mana shu 75 deganlarda ham kami 99-100 ming so'mdan sotgan odamlar talavoradi to'g'risi. Ustidan 25 ming foydangiz bor. Misol bozorga chiqqan odam bu narsani 150, 120 deb turib, o'sha 120 ga berishadi, men endi bilmayman. Hamma joyda har xil, hamma rizqqa qarab. Xo'sh, mana ularimiz-chi? 65 ming so'm bular. Bu ham 65 ha buni? 50 ming. Mana ularimiz 50 ming so'mdan rangli, vadalaskali, xullas eng xadavoy narsa.
ham narxi ham detskini puliga. Hozir bozorga borsangiz detski olasiz. To'g'risi hamda detskini puliga mana kattalari sviteri olib foydalaning. 100 ming so'mdan soting, 50 ming foydangiz bor shunda. Bular standartda. Tepadelarimiz 75 ming. 75 ming so'm. Angorka o'zi qalinligi bilinib turibdi. Uni kuklari ham ko'rinib turibdi, agar bilsalar, angorka taniq qilib ko'rsatib beryapman. Mana bunalarim, maylarim angorka, mana maylarim angorka. Xo'sh, buni aytman. Mana angorka. Xo'sh. Narxlar zo'r xullas. Xo'sh, buni aytdik. Mana ularimiz-chi bular? 65 lik. 65 ming so'm. 65 ming so'mdan mana tanlab olasizlar. Video ham zo'r bo'ldi. Chista narxni eshitdilaring xolos, ortiqcha gapsiz bo'lmadi. To'g'risida. Mana sviterni ko'ringlar. Shu zo'r narsa. Oqi ham bor ekan, oqini ham ko'rsatay hozir. Xo'sh, mana oqi. Ko'ringlar, xullas, olib foydalanadigan narsa, foydasi bor. Maza qilib foydalanasizlar. Prosta olib harakaticha qilsalar ham bo'ladi. Telegram kanalga ulansalarning rasmlarini tashlab boryapmiz. Aytgan viloyatlaringga dastavkani qilib beramiz, yetkazib, chiroyli narxlarda. Mana bitta pachkada shu 4 ta, 5 ta, 3 ta har xil bo'ladi. O'shanga qarab olaverasizlar. Mana ko'ringlar, zo'r narsalar, hammasi tiniq narsa. Xullas olib foydalanib qolamiz. Hammaga ham Telegram kanaliga obuna bo'linglar. Qayta aytyapman, Telegram kanaliga obuna bo'linglar o'tib. Mana shu narsalarni aytdim. Hammasini videolari, rasmlari bo'lar, rasmlar bilan tashlanadi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Like-ni bosib o'rasizlar, iltimos, kanalning o'sishiga yordam qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar o'rtoqlar.